Bugun sizlar DLS nastroykasini to'g'irlaymiz. Undan oldin kichikcha DLS Gamer'ga obuna bo'lib qo'ying. Nastroyka birinchi o'rinda ko'p uchrayotgan muammo Live o'ynayotgan paytimizda o'yinchilarda logosi ko'rinmayapti degan juda ko'p qayg'uli ishlar bo'lib o'tadi, lekin buni yo'li juda oson. Mana pastda mana bu ikkitasini o'chirib qo'ysak bo'ldi. Lekin futbolchilarda radarning tagida ismi ko'rinsin, qancha foizligini ham bilmoqchiman desanglar, mana above headni, tepadagi above headni under radarda qo'yib qo'ysizlar. Lekin o'yin payti teginayotganda ovoz yoqmayapti desanglar, mana bu onni off qo'yasizlar bo'ldi. Hop, control. Tugmalar juda mayda desanglar, button size degan yozuv bor. O'shani very large ga qo'yasizlar. Auto switch degan narsa bor. O'shani medium ga qo'yib qo'ysanglar, juda yaxshi. Strelka ham yurmayapti, juda ham mayda desanglar, optionga o'tasizlar, mediumdan very large o'tkazasizlar. Lekin tugmalarimdagi yozuvlar o'chsaydi desanglar, mana bu describe the button text shuni o'chirib qo'yasizlar. Bo'ldi. Sizlarning o'yinlaringga yaxshi natija beradigan o'ta zo'r narsa topdim. Kamera distance'da 100 ga ko'tarasizlar. Keyin sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Free training. Mana deyarli barcha o'yinchilar ko'rinyapti. Pas berishingiz judayam aniqlik kirgan pasingizga. Mana gol urishingiz deyarli 64% bo'lib qolgan. Tan olinglar, oldin 50% vaziyatlarni ura olmasdinglar. Hozir 65 ga ko'tarilgan. Mana strelkani boshqarish oson. Mana yerdagi tugmalardagi yozuvlar o'chgan, tugmalar ham katta ko'rinyapti. Mayda deb jahl qilmaysizlar. Free kickda juda yaqin bo'ladi. Xuddi gol urishingiz 90%, 80% deb o'ylaysizlar. Bu ishonchingizga qarab gol urishingiz aniqlanadi. Hozir bu qiyin, juda qiyin desanglar, pas berib yoshlaring mumkin. Lekin bu sizlarga juda yaqin tursa, buni uraman deysizlar. Sizlarga 70% yaqinlik qilib ko'rsatyapti. Endi corner kick, ya'ni uglovoy. Uglovoy tarafdan barcha o'yinchilar ko'rinadi. Hop, buni chap oyoqqa bersak, barcha o'yinchilar mana o'rtasiga berasizlar. Nimagadir zashta beton. Mana sizlarga o'rtasiga ko'tarib berasizlar. Nimagadir bugun Donnarumma boshqacha. Uloydan gorish osonroq edi. Ammo Donnarummani qanday kuchaytirganlarimda sezgan bo'lsanglar kerak. Mayli. Keyingisi penalti.
penalti juda yaqin bo'ladi. Juda yaqin bo'ladi. Hop, juda yaqin bo'ladi. Mana yerdan sizga yaqin tuyulyapti. Endi ana free trainingga kirsanglar hozir. Sal uzoqroqday tuyulmayaptimi? O'zlaringlar bir ko'ringlar-da. 4 1 2 3 4 5 6 7 penaltida juda yaqin ko'riladi. Sizlar sal burib B bilan bersanglar burchakka mochishni kirib ketadi demoqchi edim. O'xshamay qoldi. Donnarummaga gol urish juda qiyin. O'zlaringga ham statistikani ko'rsatgan bo'lsam kerak. Donnarumma Daji temirlarda ham bunaqa kuchaymaganda 90 ga 96. Liboy birorta bir tedeveringiz yoki sevgan youtuberingizni akkauntiga kirib Donnarummani statistikani ko'ringda 90 ga 96 bo'lsa, kartangizga $100 tashlab beraman javob. Bizlar yana ko'rishamiz. Keyingi videoyimda birorta bir tedemer yoki youtuber bilan o'ynaganimda video qilib YouTube kanalimga joylayman.